Ijtimoiy tarmoqlarda yozildiki, Neftchi va Qizilqum o'yini Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tadi va chiptalar 18-noyabr 10:00 dan bir shaxsga 5 donadan oshmagan holda Istiqlol stadionidagi kassalarda hamda Marg'ilon shahridagi maxsus kassada joylashgan 6 nafar chipta sotuvchilar tomonidan sotiladi deyildi. Ammo o'yin chiptalari 11:40 gacha tugab bo'lingan. Shundan so'ng futbol ishqibozlarining e'tirozi oshdi. Kelganimiz bilet qolmagan ekan. Qanday sotilib ketdi, hech kim bilmayapti. Shuni hisobiga odamlar to'planib, hozir bilet kutib o'tiribdi. Siz qachon kelgansiz bu yerga? Soat 10da shu yerda bo'lganman. Chiptalar tugagan. Ishlamandalarda esa turli savollar paydo bo'lyapti. Har bir xaridorga 5 tadan berilgan bo'lsa, 1 soat 40 daqiqa ichida 10.086 ta chipta qanday sotilishi mumkin? 12dan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda turli shaxslar tomonidan ularda chiptalar bor ekanligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Hattoki ular o'z mobil raqamlarini ham qoldirganlar. Biz ularni ayrimlarga qo'ng'iroq qildik. Nechta bilet bor hozir sizda? 10 dona aka. Nech puldan? 100 ming aka. Kam etmasdan o'zi 40 mingdan olibsizlar-ku. Biz 40 mingdan olmaganmiz-da aka. Nech puldan oldingiz? Menga 80 ming berishdi aka. Chipta sotuvchilarning so'zlariga qaraganda, ularga ham ichkaridagi tanish odamlari chipta olib chiqib bergan. Hozir sizdagi 100 mingmi? Yo 150 ming aka. Mingcha 40 mingdan sotilgan bilet 150 ming qilib oldilar. Aka bizga 100 ming olib chiqib berishdi aka. Kim olib chiqib berdi 100 mingdan? Aka, shundan olib chiqib berishdi. Yana chipta sotuvchilarning so'zlariga qaraganda, boshqa tanishi ko'proq xarid qilgan va undan ko'proq olish mumkin. Bitta nomer beraman, chiqib ko'rasiz unga. Hozir sizda bori 8 ta. Hozir 8 ta bor ekan. Istiqlol stadionidagilarning so'zlariga qaraganda, chipta masalasi Neftchi ma'muriyatining qo'lida. Bu borada Neftchi jamoasining maxsus vakillari kassalarda turib sotadilar. Biz Neftchi jamoasining chipta uchun javobgar bo'lgan Nodir ismli shaxs bilan mobil suhbatlashdik. Nima uchun 2 soat ichida 10 mingtadan ortiq bilet sotilib ketishi mumkin? Qanaqasiga faktiski ulgishadimi degan narsani aytayapti-da. Prosta sizlar nazorat qilganmisizlar bu narsani o'zi? Aka, kartada 6 kishi ishlaganda bu narsa bo'yicha. 6 kishi, 6 ta odam qanday o'lgan? O'lgan aka 2 soat, 2,5 soat davom etdi. Odamlar 1 soat bo'laradi. 2,5 soat davom etgan bu narsa. Chunki fakt haligi bu 9:10 da ochilib, 11:30 da tugadi. Lekin savolimiz ochiqligicha qolgan. Qo'liga yuzlab bilet olib, hozirda 150 ming so'mdan pullayotgan o'rtakashlar chiptani qayerdan olgan? Balki lavhamiz efir yuzida ko'rgandan so'ng savolimizga javob olarmiz. Ahror Ziyodov, Savar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.